Hop, короче, четко kelyapmiz aylanib. Bugun bizga dam olish. Tak, okey. Kamera yonibdi. Yo bola barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan men tiza bo'ptim. Ishlar og'rimayaptimi? Ishlar bolalar, короче, nima gaplar? короче, bolalar bugun menga dam o'tganimdek. Hop, короче, yonma-yon telefon bo'lyaptimi? Yo bunda kompyuter deydimi, nima deydi? короче, o'zingiz kommentariyada yozasizlar. Allo mer. Deysan qayerdasan? Uyda. Uyimga kelib ketmaga. Ish bor. Yonma-yon qanaqa ish bo'lishi mumkin yana? Ish bo'lgandan keyin kelaman munchasani. Okey, Zaynab degansiz amorga bo'layin. Hop, hozir boraman, maylimi? Okey. Tak bolalar, ishim dam paytida bu bular ish buyuraveradi. Bolalar nimaga shunaqa? Men hayron. Bolalar borish kerak endi. Muncha sandiq ochib yotibman. Muncha nima kerak? Men ochib yotibman. Men bola o'zim ham bilmayman bolalar. Okey, biz borib hozir Mirror oldiga boramiz. Men polisimda o'tiribdi. Okey, xo'p bolalar, like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin bolalar. Hop, okey, la. Men kirishim mumkin. Okey, assalomu alaykum. Nimaga chaqirganingiz? Va alaykum assalom deysan. Короче, ish bor. Qanaqa ish? Daraxt olib kelmanga. Nechta? 15 ta daraxt. Yo'qmay, dam olish kunimda-chi. Dam olish kunimga ochib ketmaydi. Oyligingdan bir o't ko'tarib beraman. Mayli, hozir olib kelib beraman. Dam olish kunini ham qo'ymaysiz. Dam olishga ham yo'qmay. Olib kelib beraman. Mayli, yo'qmay, siz ko'tarib oldim. Uzr. Davay, sog' bo'lasiz, tinch bo'lasiz. Tushirmaysan marhamani. Yo'q, uzr so'radim-ku. Sababimiz menga hozir olib kelib bermayman, o'tirasiz. Xo'p, bolalar, dam kuni ham ish buyurishadi. Hozir uydan borib tapporchani olamiz. Daraxt chopish uchun okey, mana olamiz. Yaxshi. Xo'p, endi biz daraxt chopishga boramiz. Like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bola, normal, mana shu tarafdan menimcha daraxtlarni chopib olsak normal. Okey, bola, o'zingizlarda nima gaplar bo'lyapti ishinglar? Bola, og'rimayaptimi tishinglar? Bola, короче, mana shu taraflarga boramiz. Okey, sizlar like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqarmanglar. Tak, mana shu tarafdagi daraxt chopib olamiz. Menimcha qishloq ko'rinmasa kerak-da, ko'rinmaydi. Normal, men aytgandek 15 ta daraxtcha olib boramiz. Hop, okey, yaxshi. 8-9 ta, 10 ta bo'ldi. Okey, 11 ta bo'ldi. Endi boshqa tarafdan ham olishimiz kerak. Bitta tarafdan olamiz, 13 ta bo'ldi va 2 ta kerak, yana 14, 15. Yaxshi. Xo'p, bola, tak endi biz qishloqqa yo'l olamiz. Hammalarga rahmat. 500 ta bo'lganimiz bilan sizlar sababli bo'ldi, bola. Xo'p, nonlarni tak bola, biz hozir bosamiz qishloqqa va boshqa ish buyurmasa kerak mer. Bolalar, tushunishinglar uchun men dam olish kunida ham ishlayapman. Tushunishinglar uchun bolalar, yo'qmi-yo'q, shuncha asabim buzilib ketyapti. Hech bunaqa bo'lmagandi bu. Men ham sabablarda nonlarni nima qilyapti bular polizim oldida hadeb ko'zalaytirishadi. Yo'qmi-yo'q, men o'tiribdi joyda. Men kirishga mumkin. Da, kiraver. Okey, mer, короче, mana aytgan daraxtingiz olib keldi. Yaxshi. Yana ish bor. Qanaqa ish yana? Poliz tozalab kel hammasini. Qo'shninikini ham. Nimaga? Qo'shning ketgan, tezlash. Oyligingni ko'tarib beraman dedim-ku senga yana boya. Hop, bunchasiz dam kunimda ham ish buyuradi, bolalar. Asabim buzib, okey, biz hozir, короче, taporni uyga tashlaymiz va ishni davom ettiramiz. Polizlarni olib qaytadan ekib va merga olib borib berishimiz kerak. Mana shu shekillar bolalar. Tushunishinglar uchun nuqul hadib nimani polizim oldi o'ralashaveradi. Nima kerak bor bularga? Men hayron borku, asabim buzib. Men tap tashlayman bularni, qaranglar. Tez qilib tashlayman va tez bitadi ishlarim. Sizlar like bosinglar, obuna bo'linglar. Hop, tak. Nima bolalar, hammalarga rahmat. 500 ta bo'lganimiz bilan aytmoqchilar. Yana bir bor. Endi harakat 600 taga to'ydi. Qilamiz. Okey. Endi narigi polizlarga o'tamiz. Tur yo'qol ekanligini biladi. Basharangiz so'lishsin. Yo'qmayo, ishqchasi yo'q ekan. Bolalar buni endi qara ochaman, amaliy sindirishimizga to'g'ri keladi. Biz polizlarni, sabzilarni yig'ishtirib chiqishimiz kerak. Yig'ishtirib chiqqandan keyin merga yana qaytarib olib borib beramiz. Okey, sizlar like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqarmanglar. Tap olamiz va ekamiz. Yaxshi. Olishimiz kerak, hammasini olamiz. Va bular bolalar bilishingiz uchun
Menga emas hammasini merga olib borib beraman. Okey, sabzilarni ekamiz, lekin ancha bu safar polizlar yaxshi bo'pti. Ancha ortib qoldi, yana sindirib, yana qaytadan qo'yib qo'yamiz. Okey. Endi merga oldiga boramiz. Tak, mer kirishga mumkinmi? Da, kiraver. Okey, tak, mana mer aytganlaringiz, polizlaringiz, mana sabzi, kartoshka, manaqa narsa, kartoshka, mana oling. Endi yana ish bor. Qanaqa ish yana bunchasiz? Konga tushasan, menga temir, ko'mirni olib kelib berasan. Yonma-yo, tamoshkani qo'yasizmi? Oyligini ko'tarib beraman dedim-ku senga. Yonma-yo, okey, bunchasiz bor-ku. Ship asabim buzilib ketyapti. Mayli, borib kelaveraman. Okey, davay, sog' bo'lasiz, короче. Yonma-yo, siz ham asabi buzadi-da bolalar. Yonma-yo, endi shaxtaga tushish kerak, вообще konga tushish kerak. Yonma-yo, bolalar. Okey, mayli bola, biz hozir uyga kirib, tak, endi kirka olamiz. Kirka va shlemchani olamiz. Tak, normal. Endi biz kiyib va konga yo'l olamiz. Tak, sizlar like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqarmanglar. Xo'p, o'ng tarafdagisiga kiramiz. Okey, o'z vaqtida fakkellar qo'yilib qo'yibdi va bu yerdan sekin biz ko'mirchalarni olib ketaveramiz yo'limizdan chiqqanini. Tak, okey, bizga endi temircha kerak. Tak, mana temircha, tak, temirlarni olamiz. Okey, bitta ikkita bor ekan. Fakkel sindirdi, fakkel qaytarib endi qo'yib qo'yamiz. Tak, endi yana temirlar bormi ekan? Yo'qmi-yo, ana. Temir как раз bizga kerak edi bolalar. Tak, ishimiz yengillattiradi. Tak, okey. Bolalar, biz yana bir bor teshib ko'ramiz, balki yana temirlar bordir. Yo'qmi-yo, bu ko'pligini qaranglar temirlarni. Vapshimi, fakkelchani hozir olishimiz kerak. Mana bu fakkellar bizga kerak bo'ladi. Okey, yaxshi, endi sekin tushamiz va teshib bitta fakkelni qo'yamiz. Okey, tak, yaxshi, va fakkelchani tak o'rnashtiramiz. Okey, endi temirlarni ham olsak bo'ladi. Tak, okey, sizlar like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqarmanglar. Buncha ko'pmatdi. Yonma-yo, hammasini olamiz. Tak, temirlarni tak, okey. Like bosinglar shuncha temir uchun. Vallahi yonma-yo, вообще dahshatga, to'g'rimi? Da, to'g'ri, hammasi cho'tki bo'tdi, zo'r, короче. Endi bolalar hammasini olamiz. Temirlarni yaxshi, buncha ko'p tugamaydimi bolalar? Ko'mir zavodiga kelib qoldi shekilli biz bolalar. Tak, okey. Va tak, teshamiz. Yo'qmay sandiq. Yo'qmay bolalar, sandiq. Nifiga. Baquvvat turibdi sandiq bolalar. Yo'qmay, shuning uchun sandiq turibdi. Like bosinglar, obuna bo'linglar sandiq uchun. Yo'qmay, ichida nimalar bor ekan bolalar? Tushib ko'rish kerak, da tushish kerak. Okey, tak, manalarni teshib qo'yamiz. Chiqib ketishimiz uchun o'zimizga o'rnatib qolamiz. Ichidan yana biror nima chiqib kelmasin. Agar qochamiz, biror nima bo'lsa. Tak, okey, battam tishamiz, battam. Okey, endi sandiqni sekin ochamiz. Sizlar like bosinglar. 1, 2, 3 ana like bosinglarmi? Bo'lsa biz ochib, yo'qmi-yo, olmoslarni, vapshimi? Yo, bola, olmoslarni qaranglar ko'pligini. Yo'qmi-yo, bola, tushunmi bu o'ngimmi? Sizlar like bosib, bosinglar, shuni bilib olaman bola. Yo'qmi-yo, olmoslarni ko'pligini qaranglar. Yana bitta ochib qo'y. Yo'qmi-yo, haqiqiymi o'zi? Yo'qmi-yo, bola, hammasini olishimiz kerak. Yo'qmi, kim qo'yib qo'ygan ekan shuncha olmos bola? Baqa, yo'qmi, qiziq juda bola. Sizlar like bosinglar, ana bilib bo'linglar. Bola, hamma olmoslarni olib biz uyimizga olib ketamiz. Hech kim bilib qolmasligi kerak. Agar bilib qolsa, bizdan qaytarib olib ketishi mumkin. Biz hozir endi batda nimalar toshlar bilan yopib ketamiz. Chunki men batda ko'rmadim, kirmadim, короче. Tak, yaxshi, okey, fakkellar olamiz va hamma joy yopamiz. Tak, cho'tki bolalar. Men vaqt bilmayman, короче, kirmadim, короче, ketdik bolalar. Endi biz vatdan survoration qo'ramiz bolalar. Let's go endi bola, bu qotda qochishimiz kerak. Shuncha almaza, yo'qmi-yo bola. To'xtanglar, men o'zimni suvga tashlab kelaychi. Suvga tushib kelaychi. Bu tushmi o'ngmi bolalar? Ko'ramiz. Tushmi yoki o'ng? Ladna bolalar. Buni aniqlab olamiz. Yo'qmi-yo, men tushib bo'lyapman, lekin bor ishoninglar. Suvga tushib olamiz. Suvligini qaranglar. O'ngib ekan bolalar. Yo'qmi-yo. Magazinning orqasiga to'laylik bolalar. Keyin aytaman, bitta jitlar ko'rib qoladi. Yo'qmi-yo bolalar. Almas, короче, men boyman, ishoninglar.
doimo biznes ochib tashlasa bo'ladi, ishoninglar. Yo-mayo, bolalar, siz like bosinglar, obuna bo'linglar. Yo, вообще hayron qolyapman bolalar. Yo-mayo, olmoslarning ko'pligini вообще bor. Yo-mayo, bolalar, endi buni uyga borib bekitib qo'yishimiz kerak. Bolalar, bekitib qo'yishimiz kerak. Agar bekitmasak, boshlaydilar yoki mer kirib qolib uyimga ko'rib qolish mumkin. Shuning uchun biz hozir menda bitta rejacha bor. Hozir boraman, daraxt chopib kelaman bolalar. Daraxt, bizga daraxt kerak bo'ladi. 4 ta dona menimcha daraxt yetsa kerak. Bitta sunduk yasashimizga, okey, bitta va ikkinchi daraxt yaxshi. Okey, endi va 3-chi, 4-chi daraxtlarni ham olamiz va chotki bo'lib ketadi bolalar. Okey. Tak, normalniy. Okey, endi biz uyga bosamiz va bitta taxta esa olib 16 taxta bo'ladi, 4 tadan da shunaqa va sunduk yasaymiz. Tak, bitta 16 ta bo'ldi, yaxshi va ochib va ichkariga kirishimizga kerak bolalar. Tezda hech kim bilib qolmasligi kerak. Endi bizga sunduk kerak bo'ladi. Tak, bu yerdan qidiramiz. Okey, bitta sunduk olamiz. Yo-mayo, ikkita bo'lib qoldi. Yo, WhatsApp. Tak, boshqa yerda qilamiz. Nollarni. Tak, endi biz ikkita bitta sundukka olamiz. Olindi, yaxshi bolalar. Endi mana reja bor. Yer tagiga ko'mib qo'yaman uyimdagi nollarni. Tak, endi sundukka qo'yamiz va endi almozlarni sektorga joylashtirib chiqaveramiz. Sizlar like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqarmanglar bolalar. Tak, okey va endi toshni olamiz va uni qilamiz. Okey, endi qo'yib qo'yamiz. Yo-mayo. Endi bolalar yopib qo'yamiz. Okey, yaxshi. Endi bolalar, sizlar like bosinglar. Endi bularni ko'mir, temirlarni merga olib borib beramiz. Bular menga kerak emas bolalar. Mer zakaz qilganlar shunga endi olib borib beramiz. Uni mer oyligi ham kerak emas bolalar. Ishoninglar, oyligi ham kerak emas. Menga mer tushundinglarmi? Mer oyligi kerak emas. Olib bergan chunki men qo'yib ketdim o'sha. Mer mana korotchi narsalaringiz, davay sog' bo'lasiz, tinch bo'lasiz, omon bo'lasiz. Men olib keldim, mayli bo'lib, men korotchi dam olaman, boshqa bezovta qo'yaman. Okey, deysiz, rahmat. Mayli, rahmat desam quruq rahmat bilan ish bitarmi deymayli. Tak, bolalar, noladni bolalar. Yo-may, korotchi bo'lib ketdim, ishoninglar. Korotchi bolalar, mayli, sizlar bilan xayrlashadigan paytim kelib qoldi. Menimcha nima qilyapti bu? Yo'qol. Korotchi sizlar bilan xayrlashadigan paytim kelib qoldi, mayli bolalar. Hammalarga xayr demayman, hammalarga ko'rishguncha deb qolaman. Ketgan deb qo'yib, sizlar bilan men Diza bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Diza bo'ldim.